Salom, men Jisooman Blackpink'dan. Bu Wired Autocomplete intervyusi. Men parkovka bo'yicha ustaman. Menimcha tasavvur dunyoyim judayam kuchli. Jisooning taxallusi nima? Soya degani bor. Bu mening ijtimoiy tarmoqdagi taxallusim. Yana nima? Jisoo'ni. Blackpink a'zolari meni Jisoo-yunni deyishadi, shuning uchun Jisoo'niga aylanib qoldim. Jisun-i emas, bu Jisun-ni. Jishungiga o'xshaydi, Jichu. Men o'zimning ismim, ya'ni Jisoo ismini hech ham noyob deb o'ylamayman. Odatiy. Shunday qilib, mening ko'pgina laqablarim ismimning shirin talaffuzlari hisoblanadi. Jisoo'ning stili. Odatda bu biroz men qachonki ishga borganimda o'zimga qulay bo'lgan kiyimlarni kiyaman. Lekin do'stlarim bilan uchrashganda yoki yolg'iz bo'lganda men ko'pincha ozgina ayollar kabi kiyinishni afzal ko'raman deb o'ylayman. Va bo'yim pastroq bo'lganligi sababli uzun poshnali kiyimlar kiyishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men o'ylaymanki, mening stilim odatiy va ayolona ko'rinishda bo'ladi. Bugun mening kiyinish uslubim biroz rasmiyroq. Jisoo muxlislarini nima deb chaqiradi? Blink bu judayam eng mashhuri. Agar biroz boshqacharoq ishlatadigan bo'lsak, Blink-ku. Bu xuddi mening ismim kabi Blinkning chiroyli varianti. Blink-ku. Blackpink'dagi Jisoo'ning eng sevimli qo'shig'i qaysi? Bizning Blackpink qo'shiqlarimiz orasidan Love to Hate Me'ni yaxshi ko'raman. Uni kuylash juda maroqli va hayajonli, shuningdek uni tinglaganimda bilmadim, yaxshi ko'raman. Jisoo nimalardan qo'rqadi? Oldin men ruhlar yoki uyqu paralizi kabi narsalardan unchalik qo'rqmasdim, lekin hozir men uyqu paralizidan biroz qo'rqyapman. Hozir bu narsalar men uchun judayam qo'rqinchli. Shu kabilardan qo'rqaman. Jisoo yaponcha gapira oladimi? Kompaniyaga birinchi kelgan kezlarimizda biz doim yapon tili darslariga qatnashardik. Yapon tilini o'rganishni boshlaganimda bu barcha tillar kabi bo'ladi deb o'ylaganman. Ma'lum darajada "Vau, bu judayam quvnoq va oson ekan" deganman. Lekin bir marta qiyin va grammatikani o'tganimizda, "Oho, bu qiyinroq ekan" deganman. Men juda zo'r yoki yaxshi emasman, lekin men manga o'qishni judayam yaxshi ko'raman. Men yapon dramalarini judayam ko'p ko'raman, shuning uchun ko'proq so'zlarni eslab qolishga va uni eshitganimdan so'ng ishlatishga harakat qilaman. Qachonki boshqa tilni o'rgansam, ingliz tili, o'ylaymanki ingliz tilini ko'proq o'rganishim kerak. Juda ko'p joylarda ingliz tilini ishlatmagunlaringizcha. Hozir birozgina tushunaman, lekin ingliz tilida bundan ham qulayroq bo'lishim uchun bundan ham yaxshiroq bilishim kerak deb o'ylayman. Jisoo haydashni biladimi? Menda haydovchilik guvohnomasi bor. O'ylaymanki haydovchilikda yaxshiman. Avvalo, men hech qachon mashinani parkovka qilishga qiynalmaganman. Men parkovka ustasiman. Balki tasavvurim juda kuchli rivojlangandir. Musiqa videosida men haydab ketayotgan joyni suratga olish jarayonida judayam hayajonlandim. "Vau, men eski avtomobil haydash imkoniga ega bo'lamanmi?" dedim o'zimga. Lekin u juda eski edi. Buni haydash imkonsiz edi. Lekin shunday bo'lsa-da, mashinaga chiqqanimda juda yoqdi, chunki u juda chiroyli mashina edi. Jisoo Gyeomungi chalishni biladimi? Chala olaman deya olmayman. Kichik bir bo'lagini o'rganayotganimda judayam qiyin bo'ldi. Qo'limning bir bo'lagini shilib olganman. Bu qiyin va og'riqli. Shunday deb ayta olamanki, men Gyeomungi chaluvchilar ajoyib odamlar. Ular nihoyatda katta sabr, toqat va matonat bor. Maqtovga loyiq. Chunki u juda qiyin edi. Men shunday dedim. Bu shunchalik qiyin bo'lishi kerakmi? Ular aytishdiki, Gaegyumni o'rganish biroz osonroq bo'lishi mumkin deyishdi. Agar keyingi safar boshqa koreys asbobini o'rganadigan bo'lsam, Gaegyum chalishni istayman. Jisoo pishirishni biladimi? Oxirgi vaqt pishirayotganimda menimcha bunday emas. Ko'chib o'tganimdan beri ovqat pishirmaganman. Menimcha 2 yil oldin. Pishirishni rostdan ham yoqtirmayman. Tozalashni yoqtiraman. Pishirishdan ko'ra tozalashni yaxshi ko'raman. Va pichoqlardan qo'rqaman.
Birinchi o'rgangan narsam qanday tuxumni qovurish. Onam yoki dadam aniq bilmayman, lekin ular shunday dedi: "Agar och bo'lsang, buni o'zing tayyorla." Shunday menga o'rgatishgan. Bundan tashqari men hech qachon ovqat pishirishni o'rganmaganman, shunchaki onam o'rgatgan narsalarni pishiraman. Men ishonch bilan qila oladigan taom bu qovurilgan tuxum, guruch va soya sousi. Kimchi, qovurilgan guruch men pishira oladigan oddiy ovqatlar. Jisu introvertmi? Kimdir bilan birinchi marta uchrashsam, o'zimni noqulay his qilaman. Shunga qaramay yaxshi gaplashaman, lekin menimcha tez chiqisholmayman. Shunchaki tanishish uchun yetarlicha gaplashaman. Menimcha men sekin yaqinlashadigan odamman va mening MBTI'm bu juda tez o'zgaradi, lekin men to'g'rilayman. Eng so'nggisida INTP tipida edim. Men o'zimga shunday dedim: "Voy, bu MBTI natijasi birinchi marta ko'ryapman." Har bir harfni ko'rib chiqqanimda men eng ko'p inkor eta olmaydigan natija shu bo'lgandir deb o'ylayman. To'g'ri deb o'ylayman. N to'g'ri, T to'g'ri, P judayam to'g'ri. Hozirgacha olgan natijalarimda INTP eng ishonchlisi bo'ldi. Shuning uchun men yolg'iz qolgan vaqtlarim judayam zavqlanaman. Shunga odamlar bilan oldindan reja tuzmayman. Ishdan keyin to'g'ri uyga boraman. Jisu rappermi? Qachonki rap qismini eshitsam, tanam shunday ritm bilan harakatlanadi. Shuning uchun rapning esda qolishi oson va ko'pincha yozuv sessiyalarida biz birga bo'lamiz. Keyin tafsilotlarini olib, ko'rsatmalarini eshitaman. Keyin biz birga eshitganimizda men o'ylaymanki, bu qismi shunday aksent bo'lishi kerak. Va agar ovoz tekshiruvini qilsak, muxlislar uchun qismlarni almashtirsak, buni ko'proq qilishni istayman. Jisu bosh vokalistmi? Mening oxirgi solo treklarimda o'yladimki, mayinroq ovozimdan ko'proq foydalanganman. O'ylaymanki, sizlar ham eshitib yoqtirib qolasiz. Jisu oilasida eng kichkinasimi? Ha, to'g'ri. Ha, kichkinaligimdan xursandman. Kichik bo'lish juda yaxshi. Agar oilada kichkinasi bo'lsangiz, ko'p xatolar unutiluvchan. Hech qachon biron narsani yo'qotayotgandek bo'lmaganman, o'zgarishini istamayman. Mendan kichigi bo'lishini xohlamayman ham, o'ylamayman ham. Shuning uchun Blackpinkdagi katta qiz bo'lish bu men uchun juda ham shok holat. Oilamda kichigi bo'lganim uchun men uchun Yuni bo'lish birinchisi. Deyarli bunga ishongim kelmadi. Bu noqulay. Lekin ko'pgina a'zolarimiz chet ellik bo'lgani uchun bu juda ham qulay bo'lgan. Men rostdan ham ular bilan o'zimni katta his qilmaganman. Odatda o'zimni xuddi kichkinadek his qilaman. Shuning uchun bu juda ham yaxshi. Jisooning solo debyuti qachon bo'lgan? Solo albomim meniki. Mening fikrlarimning so'nggi natijasi. Jisoo san'atkor sifatida qaysi jihatini namoyish qila olishi mumkin? Nima yagona men haqimdagi ko'p qirrali narsalar ichida. Men bunga juda ham ko'p e'tiborim, mehrim, kuchimni sarfladim. O'ylaymanki, Blinklar ham shunchalik uni yaxshi ko'rishadi. Nega Jisoo Turtle Rabbit Kim deb atalgan? Biz Seasons Greetings'ni suratga olish uchun Gavayiga bordik. Suratga olishlardan so'ng to'rtalamiz bir necha kunlik ta'til uchun Gavayida qoldik. Keyin birga Turtle Bayga bordik. Jenny bilan mashinada gaplashayotganimizda birdan shu mavzu ko'tarildi. Jennyning ikkinchi ismi Ruby Jane. Keyin men so'radim, nega senda bunday ism bor? Men undan so'radimki, buni kim qo'yadi? Va u aytdiki, sen o'zing tanlaysan. Hozir tanlasam-chi dedim. Jenny esa sen ham birini tanla dedi. Men Jisoo Rabbit Kimni xohlayman dedim. U buni juda sodda dedi. Keyin men hozir biz Turtle Bayga ketyapmiz. Jisoo Turtle Rabbit Kim dedim. Shundan beri Jisoo Turtle Rabbit Kim bo'ldi. Jisoo yig'laydimi? Judayam ko'p vaqtlarda men biron narsani o'ylayotganimda uyda yolg'iz vaqtim yig'layman. Bu judayam tez-tez vaqtlarda bo'lmaydi, shunchaki nimadir sodir bo'lganda. O'ylaymanki, qachon yig'lasam ham bu barchasi sababli. Agar o'zimdan o'zim yig'lasam, bu biror narsa bilan bog'liq bo'lmaydi, shunchaki nimadandir xafaman. Odamlar oldida hech ham yig'lamayman. Buni kerak deb o'ylamayman. Shuning uchun o'ylaymanki, Blinklar meni ko'p yig'lamasligimni qiziqarli deb topishadi. Jisoo Camila Cabello. Men solo treklarimdan oldin o'zimizning konsertlarimizda Camila Cabelloning Liar qo'shig'ini cover qilganman.
O'zimning solo qo'shiqlarimni boshlamasimdan oldin qaysi qo'shiqni cover qilishimni o'yladim. Ko'pgina qo'shiqlarni eshitib aytardimki, qaysi birini qilishim kerak. Qo'shiq eshitib o'tirgan vaqtimda xodim uni almashtirdi va Liar qo'shig'i keldi. Va darhol sahnada qanday chiqishimni istashimni o'ylab tasavvur qila boshladim. Shunda men tushunib yetdim va darhol bu qo'shiq ustida ishlay boshladim. LAda konsert bo'layotgan vaqtida menga qo'ng'iroq qilib, menga qanday hissiyotda ekanligimni so'rashgani bu men uchun katta sharaf edi. Men uchun bu juda zo'r edi. Vau! Bu juda zo'r. Biz birga tayyorlanganimizdan keyin ham Kamilla juda hayajonda edi va shunday dedi: "Keling, buni shu yerda qilamiz, birga qilamiz", dedi. Xuddi ishchilar kabi undan juda minnatdorman. Va zo'r tajriba bo'ldi. Rahmat. Xayr. Sizlar bilan Sarvinoz bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.